Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Tug'anlar darvoza bası. Tug'anlar aybay ko'pinglar so'radinglar. Do'stlar, Jalobod shahrina kelib qoldi. Bu Namanganlik usta baldarimiz. O'sha ustanovka qilayotgan yerdan video tortib bering deb so'rangani uchun tug'anlar sizlar uchun ustanovka jarayoni Jalobod shahriga shunday O'zbekistondan kelgan darvoza o'rnab tushadi tug'anlar. Do'stlar, shunday tanlagan darvozanglarda o'zlari kelib, na mesте полный установка qilib, bayaqinday yo'lda bir yeri chizilib birdeki bo'lgan bo'lsa, sразу kraskasini jasab beradi usta bolalar. Sirtqi jag'idan ko'rsanglar bo'ladi. Hozir topshirilyapti, darvozani jasab уже установкасы bitdi. Bu bayaqi do'stlar Samarqand stil. Men ustanovka jarayonini shu videoga qo'yib qoldirib qo'yaman. Usta baldardan o'zidan 5-6 so'z olayin desam, usta aka o'zingiz tortib beringiz deb so'randi. Nomer telefonni videoga ostiga qoldirib qo'yam. Qanday darvoza kerak bo'lsa do'stlar, mana ushul darvozani bahsi 240 ming so'mga bitibdir. Bu bunaqasina u 5 metr, 6 metrga yaqin darvoza ekan. Samarqand stil degan darvozada do'stlar, matovi shunday qora tusunda bo'layotgan. Shuni bahsi 240 ming so'm ekan do'stlar. Bu balada 25 ming so'mdan boshlanib, shunday 3 ming, 4 ming dollarga chayin har qanday turli darvoza jasab beradi. Men eski ishlarini o'shul videoga qoldirib qo'yam. Do'stlar ko'rib, o'zingizga kerakli бағаларını, qanday бағалары бар, o'shandaylarni ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Qirg'iziston bo'yicha 7 aymog'ga 5 problem yetkirib ustanovkasini qo'yib berishadi baldar. Andan sirtqari boshqa ishlaringiz bo'lsa, misalda bayaqinday naves jasash kerak bo'lsa da, shu baldarmen suylashib, ishingizni bitirsa bo'ladi ekan do'stlar. Men o'shul obzorini hozir qoldirib qo'yam sizlarga. O'zimiz tarix fason deyiladi. 380 ga 360, narxi 1350 dollar. 1350. Ha, 50 dollar aksiya sizni kanalingizdan kelsa bo'ldi aka. Skidka bor da. Skidkasi bor aka. Xudo xolasa. Boshdan skidka qilib berdim sizlarga. Taglari shivellar, ikkala yoni shivellar, oshimoshlari pachimlili, 2 qavatli shumkali darvoza. 100%. Ha, shumkali darvoza. Navbatdagisi aka, high-tech deymiz buni. High-tech fason darvozamiz. Razmeri 395 ga 360. Bunimizning narxi 1400 dollar. Akamizning kanallaridan bizga aloqaga chiqsa 100 dollar, 50 dollar chegirma qilib beraveramiz aka. Skidkasi bor. Skidkasi bor. Bu ham 2 qavatli, polni qalin materiallardan ishlatilgan. Navbatdagi darvozamiz 2024-yilda eng yakunida chiqqan Jupiter nomli oxirgi fasondagi darvozamiz. Bunimizning razmeri 4 ga 3,5 metr. Buni kvadrat metrini telefon qilishsa kelishib aytamiz. Buni mashinada turishi narxi 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar. Ha. Nержавейка qo'ldan qo'l. Polni mashina gatovo olib borib o'rnatish. Mashina razmerida. Mashallah. Xo'p, navbatdagisi aka, umuman Fandayo darvoza. Bu yangilik Ha, umuman O'zbekiston bo'yicha hech kimda yo'q. Mashallah do'stlar. O'zimiz g'oya qilib yaratdik. Fasoni high-tech, zamonaviy 2025-yilda eng hit darvozasi. Hop, razmeri 4,10 ga 360. Ha. Buni puli 2000 dollar aka. 2000 Bu darvozamiz yangi darvoza. Yangilik ekanda bu O'zbekistonda yo'q deb. Qirg'izistondagi akalarimiz sizni kanalingizdan bizga aloqaga chiqsa, siz hurmatingizdan 100 dollar, 200 dollar o'tib qo'yaveramiz.